Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Bunyod.uz 2014. Mening yangigina videomga xush kelibsizlar. Bugungi videoda men Ulug'bek do'stim bilan video olmoqchi edim. Hozir u yo'q, lekin men bir o'zim olishga qaror qildim. Bugungi videoda men Ulug'bekka bizlar Ulug'bekning bu ikkalamizning zonamiz Ulug'bek ulanishib o'ynagandik. Ulug'bek ko'rib turganingizda orqamda lava turibdi. Uyi uning yaxshi qurilmagan edi. Men uyini yo'q qilib, unga surpriz qilmoqchiman. Hali men unga yangi uy qurib bermoqchiman, lekin u men yangi uy qurishimni bilmaydi. Kech ham botib olibdi mana do'stlar. Mana do'stlar, mana videoni ham yoqib oldim. Tong ham otib oldi. Uyni boshqa sizlarga mana bularni obzor qilib beray. Ko'rsatib chiqayin to'g'rilog'i. Mana bu mening uyim. Ko'rib turganingizdek, tugmachali, bu yerga narsam, bu yerga rasm, bu yerga oziq-ovqat, bu yerga kitob. Hozir men kreativdaman. Bu tepa qavati mening boyliklarim. Ko'rishingiz mumkin, bu yotoqxona. Mana o'zlarimizning bazamiz ham bor, qasrimiz. Men qurganman, lekin ikkalamizniki deb olsa ham bo'ladi. Bu oddiygina uycha. Uni ko'rsatmay qo'yaveraman. Bu bizlarning bazamiz, ko'rib turganingizdek bedrockdan qurilgan. Kamon bilan masalan ochishganda pastga tushamiz, mana shu qilib o'tamiz. Mana bu yerlardan narsalarni olib chalaklar nima qilyapti? Olmoslarni ko'rdingizmi do'stlar? Menda shuncha olmoslar tiqilib yotibdi. Hozir Ulug'bekka endi Ulug'bekka uy qurib boshlaymiz. Uyda do'stlar mana bu yerdan quramiz uyda. Hozir uyda qurishga ko'p vaqt ketadi. Men hozir videoni o'chirib turaman. Videoda uyda qurib bo'lgandan keyin videoni yoqaman. Mana do'stlar, bu uyning kattaligi. Uyni 2 qavat qilib quraman. Hozir mana bu yerlarga zina qo'yaman. Boshdan polni yasab olamiz. Kattaligi qalay yetaman taxtadan. Oppoqgina taxtadan qurdim. Hozir mana bu tuyni qilib zinani qo'ygandan keyin videoni yoqaman. Keyin ustini ham baklaymiz. Mana do'stlar, buni tuyni ham yetib oldim. Tuyni oppoq blokdan qo'yamiz. Mana bunday blokdan topma bir xil bo'lib turadi. Hamma narsa oq bo'ladi. Hozir buni qilib bo'lgandan keyin videoni yoqaman endi. Mana do'stlar, tuyni ham ishlab oldim. Endi eshikni qanday eshik qo'yasizlar deb so'rasangiz, mana bunaqa eshik qo'yamiz. Mana oppoqqina eshik. Endi buning ustini baklab chiqishimiz kerak bo'ladi. Ustini bo'lgandan keyin videoni yana xuddi shunaqa qilib yoqaman. Agar hammasini yetganda video ko'p sizlarga qiziq emas bo'lib qoladi. Video yoqtirgan bo'lsa like va obunani bosib qo'yinglar. Hozir men ishni bo'lay, keyin ustini bo'lgandan keyin videoni yoqaman. Mana do'stlar, men ustini mana bunday qilib qo'yardim. Do'stlar, uzr so'rayman, men shepar qurib bilmayman. Ko'rishingiz mumkin, e'tibor bersangiz, mana uylarni ham xuddi shunaqa qilib qo'yibman. Mana uylarni ustini mana shunday qo'yib qo'ydik. Buning minditi mana shunaqa qilib qo'ydik. Endi bu yerga zina o'rnatmamizku do'stlar. Hozir zina mana bunday zina o'rnatamiz. Qayoqda edi? Bu yoqda edi. Hozir oppoqgina mana bu zinalarni o'rnatib chiqamiz. Hozir bu yoqni o'rnataveraylik. Ham bo'ldi. Kech ham tushib qolibdi. Uxlayverishimiz kerak ekan. Hozir mana do'stlar, bu zinani ham qo'yib oldik. Menga endi bu yoqni oynalarni qo'yib chiqamiz. Hali bu Ulug'bekka ko'rsatgan videom ham xudo xohlasa chiqadi. Mana bu oynadan qo'yaylik. Yaxshi oynada bu. Keyin birinchi qavatni yaxshilab ichini to'ldirib, narsalar bilan to'ldirib olamiz. Mana ikkinchi qavat, bu zinani ko'rib turganingizdek. Mana hozir bu ichidan narsalarni o'rnatib chiqaylik. Yotoqni qayerga qo'ysam ekan? Men shu yerga qo'ysak bo'ladimi ekan? Mana shu yerga qo'yamiz.
kitoblar ham qo'yib chiqamiz. Mana do'stlar, kitob qo'yib chiqdik, hammasi to'liq. Qo'yiladi. Sandiq. Mana qo'shiq aytadigan. Ovozi sekin eshitilyapti. Kattaroq rasm chiqish kerak. Qanday rasm bo'ldi? Mana cho'tki bo'ldi endi. Keyin nimalar yetishmayapti kana? Gultuvakka o'xshab turadigan narsa bor edi, adashmasam. Mana buni qo'yib, shu ekan. Bu gullarni hozir bu yerga shishalarni mana bu ortiqcha bittadan olib qoldimi? Hozir to'g'rilaveramiz. Bo'ldi, mana to'g'riladik. Bu o'yniga qo'ysa bo'ladi. Menimcha hozir ko'ramiz. Bo'lmaydi ekan. Mana bunday qo'yib chiqamiz. Hozir bu yerga gullarni ekib chiqamiz. Mana bu gulni ekaylik, chiroyli turadi. Mana keyin nima yetishmayapti do'stlar? Hammasi mana bu yerga to'rtni qayerga qo'ydim? Mana buni ustiga 4 qo'yish kerak. Ana. Endi bu qavat chiroyli. Kirishingdan. Mana kirishingdan zo'rlar. Ikkinchi qavatni qurib olaylik, keyin videoni yoqaman. Hozir o'chirib turaman videoni. Mana do'stlar, bu ikkinchi qavatni ham qurib oldim. Sal kichkinaroq qurdim. Bunga mana bularni qo'yib chiqamiz. Bu o'zini olmos yoki sehrlangan kiyimlar, nima desam bo'ladi, olmoslarni o'zini shaxsiy narsalarini qurib chiqadi. Yoqdimi, lekin agar sizlarga yoqmagan bo'lsa uzr so'rayman. Video yoqaturgan bo'lsa like obunani bosib qo'yish unutmanglar. Hali 100 ming obunachi bo'lishim kerak. Mana hozir qo'yib chiqyapman. Sal kichkinaroq bo'lib qoldi, lekin ikkinchi qavati hech qisi yo'q. O'zini narsalarni qo'yadi, keyin bu yerga nima qo'yamiz desanglar, sandiq. Bu yoqqa qo'yib bo'lmas ekan. O'zini olmos narsalarni solib qo'yadi. Burga ham qo'yaylik. Mana do'stlar, uy qalay chiqdi. 0 dan 10 gacha baho beringlar, lekin mana bu yer kulguliroq chiqdi, hech qisi yo'q. Hozir sizlarga uzoqdan ko'rsataman. Mana do'stlar, hozir uzoqdan ko'rsatganim, endi atrofini aylantirib chiqaylik, keyin ichilarini ko'rsataman. Mana ko'rishingiz mumkin, balanddan ham ko'rsataman. Mana bu mening uylarim. Endi mening uyim debman, uzr. Ulug'bek yasagan uyim, eshigini ko'rsataman. Mana kirib kirishingizni ko'rishingiz mumkin. Mana do'stlar, uyda ko'rishingiz mana bu yerda to'rtlar ham chiroyli, mana gullar ham, sandiqda lekin hech narsa yo'q. Mana ovoz. Endi ikkinchi qavatni ko'rsataman. Mana zinalar, ya'ni ko'rpoya ko'rsatgandek. Bu yerga mana buni qo'yib yaratadigan. Uyda 0 dan 10 gacha baho beringlar. Shunday qilib video o'z nihoyasiga yetdi. Mayli sog' omon bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'linglar. Paka. Keyingi videolarda ko'rishamiz.